Assalomu alaykum. Ushbu videoni tezda uy qidiradigan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz va bu uyimiz xaridorimizga ma'qul keladi degan umiddamiz. Ushbu fayzli va shinam xonadonimiz Samarqand shahar partiyada joylashgan bo'lib, Gorsut ro'parasidagi Novostroyga dom 2-etaj 105 kvadraturali 3 xonali tayyor Yevro remont uyimiz marhamat obzorini qilib o'tamiz. Bu eshigimizda kirishda kattakon holimiz va garderob qilingan. Sanuzlimiz, hurmatli obunachilar. Razdallik qilingan sanuzllar. Va keyingisi kattalar yotoqxonasi. Gilam pardalari qilingan, mebellari qo'yilgan, shkaflari bor, hurmatli obunachilar. Va kattakon oshxonamiz. Oshxonamizda ham barcha jihozlar qo'yilgan. Seralka, xolodilnik, pech, dug' konturli kotyol bor, oyoqlari cho'pli bol qilingan. Va kattakon bo'lgan zalimiz. Zalimizda yumshoq mebelimiz bor, devorlar atachento qilingan. Eshiklarimiz qimmat krashin eshiklar. Bu esa detskimizda ham mebellari qo'yilgan. Ushbu uyimiz narxi $105 ming. Kimga qiziq bo'lsa, orqaga chiqamiz.